18-savol. 9,2 gram metanol oksidlanishidan hosil bo'lgan karbon kislotani aniqlang deyiladi. Bolalar, etanol oksidlansa nimani hosil qiladi? Sirka kislotani. To'ppa-to'g'ri, sirka kislotani C2H5OH. Buni oksidlaydigan bo'lsak, sirka kislota. Yana bir nomi nima? Etan kislota. Etan kislota. Etan kislota. Yana bir nomi? Formatmi? Asetat. Format bo'lsa, Asetat kislota. qaysi bo'lardi? Format bo'lsa, u chumoli kislota bo'lardi. To'g'risini. Xo'p, demak 9,2 gram etanol deyilyapti. Bolalar, 46 gram etanol oksidlanish natijasida sirka kislotaning massasi 60 gram. 15 ga 45 qo'shsanglar. 9,2 gramida qancha deb hisoblasanglar, bizda sirka kislota massasi kelib chiqadi. 46 bilan 9,2 qisqaradi. 0,2 taqsim 1 ga. 60 dan 0,2 ko'paytirsanglar, bu nollar qisqaradigan bo'lsa 6 kere 2 ga to'g'ri keladi. 6 kere 2 12. 12. Javobimiz bormi? Ajob. Ajob. Bolalar, keyingi savol ham xuddi shu, faqat unum beryapti xolos. Demak, qaranglar. Keyingi savolimiz 19-savol, xuddi shu bilan bir xil, faqat unum berib qo'yapti. Ya'ni etanol oksidlangan C2H5OH. Oksidlanishdan sirka kislota oldik. CH3COOH. Demak, 46 gramidan 60 gram hosil qilsa, 23 gramidan 46 ni teng yarmi bo'ladigan bo'lsa, 60 teng yarmi 30 gram bo'ladi sirka kislotamiz. Mana shu 80% unum bo'lar ekan, hurmatli abituriyentlar. Demak, 30 grammimiz umumiy 100% bo'lsa, 80% unumda qancha deb hisoblaymiz? 24. 3 kere 8 24. 24 gram bo'ladi. Demak, javobimiz D javob bo'lar ekan. Keyingisi, hurmatli abituriyentlar, 20-savol. 1,6 mol sirka kislota natriyli tuziga yetarli miqdorda sulfat kislota ta'sir etilganda hosil bo'lgan tuz massasini hisoblang deyilyapti masala sharti bo'yicha. Demak, quyidagicha ishlaymiz 20-savolni. Sirka kislota natriyli tuzi CH3COO natriy, ya'ni natriy asetat deb atashadi. Bunga sulfat kislota ishtirok reaksiya kirdiradigan bo'lsak, hosil qiladi natriy sulfat plus karbon kislota, ya'ni sirka kislotani COH ni hosil qiladi. Demak, reaksiyani tayinlash uchun mana buni yoniga 2 qo'ysam teng, chunki natriy sulfati natriydan ichida turgani uchun. Endi bizda miqdor beryapti 1 mol tuz. Demak, 2 molidan biz masalan shart bo'yicha tuz so'ralgan, bu natriy sulfat tuzi 142 gram bo'ladi. Masalan sharti bo'yicha 1,6 mol berganda qancha deb hisoblaysizlar? Hisoblanglarchi. 1,6 ni ko'paytirasizlar, 142 ga bo'lasizlar 2 ga. 113,6. 113,6 gram bo'lar ekan. Javobimiz C javob bo'ladi. Keyingi savol 21 xuddi shunga o'xshash. Endi keyingisi 22-savol. Propion kislotani aktiv natriy ta'sir etilganda 11,2 litr gaz ajraldi. Dastlabki kislota massasini hisoblang deyilyapti masala sharti bo'yicha. Demak, propion kislotamiz nechtalik edi? 3 talik. 3 talik edi. Demak, bolalar, ketdik. 3 talik bo'ladigan bo'lsa, propion kislota umumiy formulasi C2H5COH. Sinab C3H6 bo'ladigan bo'lsa, 4 talik olib ketib qoladi karboksil guruh qo'ysangiz. Yo'q, C2H5COH qilsangiz, 3 talik bo'ladi. men C3H6O2 demoqchi edim-da. Ha. Empirikdami? Bunga natriy metal ta'sir ettirdik. Mo karboksil guruhdagi vodorod birikadi esinglarda bo'lsa, birikishiga ko'ra. Xo'p, hurmatli abituriyentlar, nimani hosil qiladi? C2H5COO natriy, ya'ni natriy propionatni hosil qiladi, qisqa qilib aytganda. Plus vodorod hosil qiladi. Vodorodlarga 1 taqsim 2 qo'ysak, reaksiyamiz teng bo'ladi. Demak, biz masalan shart bo'yicha dastlabki kislota so'ralgan. Mo propionat kislota massasini hisoblanglarchi, 29 ga 45 qo'shasizlar. 74. 74.
74 gram. 74 grammidan 0,5 mol, ya'ni 11,2 litr gaz ajralsa, biz masalan shartida ham 11,2 litr deyapti. 11,2 litr gaz ajralganda necha gram bo'ladi deb topadiganmiz, yana 74 gram bo'ladi. Dastlabki kislotamiz S javob. 23 xuddi shunga o'xshash.